Assalomu alaykum. Siz bilan Huriya Anvar, Sifra Coach, Life Coach. Bugun siz bilan 14-mart haqida, ya'ni 14-sanada tug'ilgan insonlar haqida gaplashamiz. Ya'ni ular qanaqangi tabiatga ega ekanligi haqida sizga aytib beraman. Aynan siz 14-da tug'ilgan bo'lsangiz, bu siz uchun. Qarangki, insonlar 14-chisloda tug'ilgan insonlar qanaqangi tabiatga ega ekanligini bilishni istasangiz yoki o'zingiz qaysidir sanada tug'ilgan bo'lsangiz kommentariyga qoldiring va siz haqingizda ham men albatta tayyorlab tashlab beraman. Yana podpiska tugmasini bossangiz albatta meni topishingiz oson bo'ladi. Like tugmasini bossangiz siz buni katta nima deydi, energiya obmen bo'ladi. Qarangki, 14 sonida tug'ilgan insonlar qanaqangi bo'lar ekan. Bu kod, bu sizning kodingiz, aynan tug'ilgan kuningiz bu sizning kodingiz ekan. Energetika kelyapti va siz uni mahorat bilan qanchalik chiroyli san'at darajasida taqdim eta olsangiz yer olamiga, shunchalik darajada sizning hayotingizda sifati o'sib borar ekan. Mana shunda bitta katta life hack, mana shu bitta siri. Ikkinchi life hackda oxirrog'ida aytaman. Qarang. 14 sanasida tug'ilgan insonlarda eng birinchisi muvozanatli insonlar. Bu insonlarning yoniga kelsangiz, sizda xotirjamlik va muvozanat paydo bo'ladi. Yana bittasi erkin insonlar. Ya'ni bu insonlarda erkinlik, ozodlikni his qilib turasiz. Ya'ni sizni gapirishingizga ruxsat beradi, sizni erkinligingizni hurmat qiladi va siz ham u insonga erkinlik bera olasiz. Erkinlik yo'q joyda u insonlar o'zlarini to'g'ri his qila olmaydilar. Keyingi xususiyatlari aynan bu insonlar o'zgarishlarni tez qabul qila oladigan, hayot yangi insonlarda, yangiliklarni sevadi. Aynan bu insonlar innovatsion g'oyalarni o'zlarida tug'ib va buni yaratuvchilari, ya'ni dunyoga, hayotga taqdim etuvchi insonlar. Qarangki, agarda bu insonlarda erkin bo'lsangiz, bu insonlarda ijod to'xtaydi. Lekin bu ijod ularning taqdiriga bitilgan Alloh tomonidan berilgan fitrati ekan. Endi ikkinchi life hackga keldik. Qarangki, bu insonlarda sanasidan kelib chiqqan holatda siz o'zingizni xaosdan qutqarishingiz uchun, o'zingizni erkin his qilishingiz uchun, hayotdagi ba'zi bir narsalarga bog'lanib qolgan bo'lsangiz, sizniki emasligini his qilishingiz uchun siz doimo daftar, ruchka bilan yurishingiz kerak va yozib yurishingiz kerak. Bu sizni ongingizda filtrlar ekan. Qarangki, bir soni bu ruchka desangiz, 4 soni bu to'rtburchak qog'ozingiz. Bu sizni fishka